Tasavvur qiling, sizda tanlash imkoniyati bor. Siz bir marta hech qanday kesmalarsiz jarrohlik amaliyotini tanlagan bo'larmidingiz yoki butun umr dorilar ichib yurishni tanlagan bo'larmidingiz? Bu yerda gap bemorlardagi paroksizmal taxikardiyalar haqida ketmoqda. Bizga keladigan bemorlarning aksariyat qismida paroksizmal taxikardiyalar kuzatiladi va ularda oyoq tomirlari yordamida kateterli radiachastotali ablatsiya amaliyoti bajarilsa, ular 99 balki 100% holatlarda bu kasallikdan to'liq xalos bo'ladilar. Ba'zi bemorlarimizda paroksizmal taxikardiyalarni dorilar bilan davolashga urinishlar kuzatilgan va lekin bu tanlov umuman samarasiz hisoblanadi. Chunki bemorlar paroksizmal taxikardiya xurujlari bilan qabul qiladigan dorilar hech qanday aritmiya o'chog'ini bartaraf qilishga imkon bermaydi va aksincha kasallikni keyinchalik kuchayib borishiga sababchi bo'lishi mumkin. Agarda sizda shifokor tomonidan aynan shu tashxis qo'yilgan bo'lsa, biz sizga radiachastotali ablatsiya amaliyotini tavsiya qilamiz va kasallikdan to'liq xalos bo'lishingizga yordam beramiz.